O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, tatiman jafo mushaqqat. Lekin istigim, orzuyim shuki, o'quvchi bo'lib bir umr o'qituvchining yetaklishida bilim beg'ini kessam ta'abad. O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, charchayman, ko'masman rohat. Lekin tiligim, orzuyim shuki, o'quvchi bo'lib bir umr o'qituvchining himoyasida aql dengizida uzzam ta'abad. O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, ko'rmayman qilcha halovat. Lekin umidim, orzuyim shuki, soddaligimni saqlab shu peti ustoz ro'yiga noil bo'lib o'ssam ta'abad. O'qituvchi bo'lishdan maqsad nima? Foydasi yo'q ishqa o'zini xolisani atash, boshqalarga o'lgu bo'lish emasmi? Kasbiy to'liq o'tir maktab o'qituvchilari bu ishqa hatto o'zlarining g'ururini atavatdi. Undaq demang. Biz to'liq o'tini yetim yesir to'saq, jinimizni qandoq jon itimiz? Tanjoning tunji qatam kesil tutgan vaqt, qaysi vaqt? Onun kesili yo'q. Bu onun qo'ng'iga urib topgan gibi. O mundaq ketaversa, ro'y kasalliklar doktorxonasiga kirib qoladi. Siz bizga moslashib bermasangiz, oqibatiga o'zingiz mas'ul. Undaq demang. Undaq demang. U ro'y kasalliklar doktorxonasiga kirib qolsa, mendek tul xotinning kuni nim bo'lib ketdi. Hamza, ahvolni deb beqing. Başdılar. Aşı bir parça xatni de. Nima xatti u? Qizim pisiga dilli sho'x, kefsiz edi. O'smirlar saraya kirman degan edi. Men uni to'simadim. Ammo ichimda norozi bo'lib yurdim. Yerim yil o'tmay bir parcha xat keldi. Xatni o'qisam, odamning qo'rg'isini egib nima debdi demamsiz? Qizingizning yaqinlik usullari, biz o'tir maktab o'quvchilarining faxri. Biz qizingizni suratga tortib xabar qilmoqchimiz degan xatkan. Men o'ylanib qoldim. Men opa bo'lgandan keyin qandoq bo'lmasin? Heliqi nima deydi ularni? Ha, o'quvchilar agentligidagi paslar bilan bir ko'rshay dedim. Uning ikki tog'isi bor edi. Shularni boshlab teatrxonaga bordim. Shag berib qandoq ishlig'ini bildik. Uning o'ynayotgan baletimi qizil ayollar qo'shindikilarning baletiga o'xshamaydi. Forma kiyyapti, putida go'jay. U o'lgir toz qarqana ko'ylak kiyibdi. Putlari ochiq dumbillarimi ko'rinib turadi. Qarasaq bir muncha o'g'illar uni rasmga tortimiz deb yugurib yuraydi. Bularni ko'rib shu an beshim qiyib ketdi. Tog'isi oldiga o'tib gap qilib, rasm apparatini talishib, tos qoldi. O'lish vaqili. Asta. Bo'lgan ish manamush. Men eski. Sen
muallim. Emmeni qilganman. Men eski. Men zat eskikanman. Bundan keyin o'g'illarga hargiz qaramayman. Appa. Jingjing. Jingjing. Appa. Nima bo'ldi? Men sizni uyg'otibdimmi? Yo'q. Yetib boraman qizim, obdan qizim, yot. Yot. Men eski. Yo'q. Men sening oldingda hijil. Obdan qizim. Uxla. Yot. Yetib boraman. Appa. Men eski. Men xato qilibdiman. Men o'zimni cho'qim qattiq boshqaraman. Oshpazlikni obdan qilib, sizni umr bo'yi obdan boqaman. Yetib boraman. Aldırma ala. Yo'ldosh quymoqda hech kim Ulan yutudu. Qani. Siz keldi. Somkunuz ne? Açın tutar. Bulut. Tezrek, gel. Mana. Kim tutun ha? Yo'ldosh men Xafa mısınız? Quymoqda hech kim beri. Öçeret durun, öçeret. Siz meni tanıdingizmi? Sen bitti. Uçun bolsam olmaylı. Başkaları yok koy. Şundaqla. Lemodel. Siz mag'zinni ko'rasiz. Men bilan ishlang. Ol gap qilma. qolgan bo'ldi. Men bilan ishlasangiz har oyda 100 koy beraman. Qanday? Meni parakan qilsam qanday? Sen bize. Pulingni iching bassang bo'lmamdi. Ha? Qanday saqdikilar kelinglar. Pulni men olmay. Sizga berdim. Bu meni sizga bo'lgan hurmatim bo'lib qolsin. To'xta. Hey! Pulingni ol. Aytla. Qanday gap bo'ldi? Neymiş bu? Yo'ldosh quymoqda ishkina Bunlar kaç turuna? Vay, haq malum. Mudir deb chaqiraversa, ko'ngli boshqa cho'p qolgan. Lomoder. Ha? Men bor. O'lmadim tig'i. Ben beynatni ozroq olaychi. Təbiqinə malum. Yaxşı adamlar köpmü yoki eski adamlar köpmü? Albatta, yaxshi odamlar ko'pdi. Yaxşı adamlar san'at ko'rgazmasi bilan usulni ko'rishga amroqmi? Ha. Go'zallikni hamma odam yoqtiradi. Yo'q. Teatrxonaga san'at ko'rgazmasi ko'rgili kelganlarning niyati bek yomon bo'ladi ekan. Undaqmi emas. Go'zallikka kishilar xuddi tamoqqa o'xshash muhtoj. Sizmi shundoq? Andaqda bu odamning tabiiy xususiyati ekanda. Shundoq. Bu odamning fiziologik taraqqiyotidagi bir muqarrarlik. Odamning hamma narsasi go'zal bo'lishi kerak. Undaq emasmi? Qarang. Turmushning o'zi insonlarning go'zallik intilishining natijasi. Ular go'zallik qurg'uvchilari. Chiroyli ko'chalar. Gulliklar. Yarishimliq chash po'sillari. Yiqimliq ovozlar. Nazokatli usullar. Yana güzel turmuş ve güzel kelajak degandek.
Bununla nima amal? Ey, Van Muallim, bu siz buyurgan iki xalta çılğan sey. Onca cıqnağımı lazım yok, bir xalta boslu bolatdı. Çılğan seyni her gün yeversiniz bolmaydı eken. Gider hoş. Hey, neçə xalt satdınız? Qandaq qılımız? Məyə 2 xalt alay. Qalan 50 xalta neçə? Mən bu mis oğul savaqdaşan çaqırıb kelək, koçıqlar çıxıb sataylı. Mən mandım, hə? Meni saqlab turun, hə? Maqul. Fen müdir. Maliye idarəsidən yeni telefon geldi. Siz ularga rasxodimiz neçə gündən içində keledi desiniz bo'lmasmidi? Dedim. Maliye idarəsinin acırtılgan pul çekinin başqını itiraf qılmaydı eken. Texi ular rasxod qaçan kelse şu çaqda pecetlemekçi eken. Pulda deydi ekanmiz. Pulning anasını tazışıyor. Pul bo'lmas texi, shundaqmi? Bo'ldilar. Endi ma'rif idorasiga bir berib boqay. Çılğan seylola, çılğan sey! Çılğan seylola! Nima qilaysizlar, ha? Nola, maktabdan atrofida setala. Jira qilmanglar. Agar setib bulamsanglar, xabarlash bilimga qo'yib qo'yinglar. Kechda qaytib kelib bizam sotaman, ha? Asraf meni. Hey, jira qilmanglar. Çılğan seylola! Hey, bana iki xalta berin ha. Mana. Çılğan seylola, çılğan sey! Qançınaqsız? Çılğan seylola, çılğan sey! Qağız var. Ekemeptimi? Lazım qılmaq Qağız qalamın əhli lazım çıxdı. Lazım qağan tursa. Ayak bir sataylı. Ayak bir sataylı, o yakta bir ket köp. Maşın almıştı qalacak. Hey, şunda qılaylı. Жүріп. Bu yakta aldı qalacak, şunda qılaylı. Qoqunca qaş qılıb degende. Hey. Şunda qılaylı, aşağı bir sataylı. Жүріп var, жүріп. Hey, sen malum yapmışsınız ki alamazsınız. Çatak yok. Жүріп. Hey, bana gep dağla, sen durup kılacak sen cümle. Ha. Bo'ladi. Kasbiy o'rta maktabning rasxotining texnik tushmaganligini texi poya telefonda uqdim. Moshdan ular 3 qatim söyleshim. Maliye idaresi bununla xarajat ajratqılı unumay vetipti. Nemishqa? Yuqurdan ma uqtirishni chiqiribdi. Onun da bizim ziyali yaşlarının pulunu yötkep işletken dep tanqid qıptı. Andaqda men sizni bekor ayblabdiman da. Hech qisi yo'q. Bo'ldi, qayting. Ma'qul. Vaqt bir yeg berib qoldi. Sizmi baldiroq demayling. Bo'ladi, rahmat. Bana bir xalta berin ha. Hey, to'xta. Sizlar asli bu ishni qilmasliqinglar kerak. Ha? Bu ishni qilsaq nima ish qilamiz?
O'qimamsizlar. O'quvchi bo'lgandan o'qiydigan gap. Mo'shim bir xil o'qish emasmi? Ayan kasbni, loyiliqni, tijorat qilishni o'rganamsizlar. 2000-yil bo'lganda pushaymon qilib qolmanglar yana. Sen degan bulbul, biz degan qo'ng'iz, sening o'rmonlig'ingga kirib olmamdiq, ha? Alamsan, mamsa? Amsan ketiver. Qara. Rahmat. 2000-yil ko'rishaylik. Besh mo'cha. Chilg'ansay, elinglar, chilg'ansay. Ha, mana shu qalta. Bir xalsi 5 mo'cha. Chilg'ansay, elinglar, chilg'ansay. 5 mo'cha bir qalsi. Bek Hasan. 5 mo'cha. Chilg'ansay siytyapmiz. Hey, kelinglar. tijoratga ishganlar bormi? Og'ish kelmabdi. Unutib qolibdi. Nima? Yana bir nima kelaylik. Hey, cho'yi, tez bo'ling, ko'taring. Chiqin, chiqin. Tez bo'ling, qichirma. Hey, to'xtanglar. Chiqin. To'xtanglar. Tez bo'ling. Hey, to'xtanglar. Lili chiqin. Lili, to'xtanglar. Hey, to'xtanglar. Asta. Chiqin, qichirma. Govi. Hey, Govi, nima Hey, to'xtanglar deyman. To'xtanglar deyapman. Bo'lmasizlar sherga. Men unutma kitob. Chapsan bo'ling. Men ularni bir emas. Ha, unutdinglar. To'xtanglar. Hayvanlar to'xtanglar, o'tma. Sen mudir, savdo sanoat boshqarish idorasiga tezroq bering. Nima bo'ldi? Boy telefon kelibdi, bolalarni tutib ketibdi. Kimni? Bojillarni-ku kim bo'ladi? Tezroq bo'ling. Ha? Hey. Melloxon. Şavşimisiz. Ketmedi. Qiladigan azroq ish vaka. Qandaq deysiz? Juyjonliqni qandaqroq qilyapsiz, ha? Bunun bir nima demek tasjumum. Sizlar ma'rif idorasidagilar bu masala to'g'riliq birlashma boshqarish o'rinlari bilan so'zlashib boqamsizlar ya. Rasxotning ishini qarang. Ikkinchi fasllik rasxotdan bizga bir punchami pul ajratib bermadi. Mush turqida 47 kasbiy o'rta maktabning hammasi taqal qilyotdi. O'qituvchilar har kuni quymoq boshqa saytyotdi. İşten tushgandan keyin pichak zavodiga berib, keyin tikish uchun pochpiratraqlarni terib yig'ib suruydi. O'qituvchi bo'lishdan maqsad nima? Foydasi yo'q ishqa o'zini xolisani atash, boshqalarga ulgu bo'lish uchun emasmi? Kasbiy to'liq o'rta maktab o'qituvchilari bu ishqa hatto o'zlarining g'ururini atyapti. O'qituvchig'imi amal yo'q, o'quvchilarni nasbisi atmamdi. Sizmi bilib qo'ying. Aşpazlık sınıfıda ders ötülse, teyde tutuşunu meşguldurduğun gep, bəsey bomuz giyistini, göç bomuz çılığan sayını doğraydıgan gep. Hünürünü psik ögünüş üçün kol maharatiga ustu buluş gerek. Okuğucular şoңlaşqa çılığan saylarını küçük açıqıp seytivatıdı. Mana əmdi Yuşun kəsbi o'rta maktabidan 4 okuğucunu tutup getipdi. Ata-analari balamızını tepip bering dese, kimning aldığı barımız? Eytiңa. nima? Ularni tutup getipdi. Nereye gitipti? Uqmadim. O'quvchilarni darhol topayli. Yetib keldingiz. Siz tek qaytmadingizmi? Ha, siz de hech nimaga o'xshamabsiz. Yemay bo'ldi. Ayting'a, chilg'on sayni odatda nari sotadi? Chilg'on say sotadiganlarmi? Bo'ldilar. Yuring. Tijorat kineskisi yo'qlanib tutilgan savdo sanoat boshqarish idorasi nada? Yuring. Kineskisiz tijorat qilganlarni Savdo sanoatni boshqarish doir modellarning xabaringiz bormi? Xabarim bor. Bilib turib, nima shunday qilasiz? Mening shu untiqoqligimiz shu. Nima qilmoqchi? Chekim. Bo'ldi. Chekib qo'ying. Bo'ldi, menda bor. Unda qilmay chekib qo'ying. Chekmayman. Bo'ldi. Ost ketib oling. Azroq terimani qo'ysangiz. Bo'ldi, ketib oling. Hey.
Sen ya bizning o'rmonligimizga xush bo'lmasan, bu yerda sana nima bor? Sizlar bilan tanışıp minnet vakti. Sen, Nima qilyapsan sen? Meni qo'yib. Ustam, o bizning odamimiz emas. Onu qo'yib etaylik, kes tun. Sizlar bilan birga emasmi? Qara. O'g'irlab keldim o'tag'i. Nima? Men o'g'rim ekanman? Sen bak jidal qilib ketgan. Oyoq girib o'lta. Bana berib o'lta. O'ta. Tamam çekin. Qani. Nima? Nima deysiz? Nima demoqchisiz? Men kasbiy o'rta maktabning o'qituvchisi. O'quvchilarimni akta deb kelgan. O'quvchilarimni? Ha. Ular sirtda ko'p qitim kinishkisiz tijorat qilgan. Tarbiya bazakmi o'zgarmagan. Asli qoidada qattiq jazolanishi kerak. Bilamsiz? Bilaman. Bo'pti, o'quvchilar ekan. Pul topshiring. Necha berman? 200 yen. Bo'ladi. Pulni oz akab qo'yibdiman. Maktabdagilar ishdan chiqib ketdi. Qolganini at degan akab beray, ha? Maaşınız kan qo'y. Kechirim. Akalar. Hey, yanchiqlarni laqtirib qo'yinglar. Yig'saq 100 yan chiqib qolar. Eling. Efendim sizga shuni aytib qo'yay. Bundan keyin o'quvchilarni chilg'an sayyohat chiqarsangiz, viviski isib qo'yib satsin. Bo'ladi. Biz sizlarning kasbiy o'rta maktabdan o'quvchi ekanligingizni o'qib qolaylik. Bo'ldi, keting. Rahmat. Rahmat. Ağzını sırt. Hey, bo'ldi, bu gapni qo'yinglar. Soyindim. Aç yo'lga kelib qoldim. Jura. Men ketdim. Hey, maktab izniga qani? Taqib ol. Femalim. Kunlarning birida men oliy maktab o'tamay qolsam, siz meni olasizmi? Sen nagili borma, baribir meni o'quvchim. Qaytqin. Bo'ladi. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Hey, Savoqtash. Seni olib qo'yaymi? Yo'q bo'ldi. Xo'sh. Xo'shamsa. Jurum. Xo'sh. Keyin ko'rishamiz. Hey, Xo'sh. Xo'jin. Ha? Tezroq bo'l. Qo'yarsan, xayr, xo'sh. Xo'sh. Hay, bugun ajab bir ish bo'ldi. Bugun qanday qilib bo'lmasin, natijamiz xili. Yana ko'ranglar otamsizmi? Shundoq ko'ranglab yuraveringlar juma. Sizlarga qancha dedim. Maktabdan yiroq ketmanglar, yaqin atrofda setinglar deb tursam, anglamabsizlar. U bo'lmagan bo'lsa biz burunli sit bulatdik. Sening og'zing qattiq. Tozimi bil. Ular og'zi qattiqlarni paylab turdi. Mangayli. Men o'xshash bir aqlli odam qanday bo'lib sizlardek ahmoq o'quvchilarga dars beradigan bo'lib qolganman. Ay, ching tut. Sizlarni deb oxir ochiq tutib o'ladigan bo'ldim. Qani. Yaxshisizlar. Mudir. Kechiringlar, ota-onalar, kechiringlar. Bu opam qani? Maktabda xizmatini yaxshi ishlayman, sizlarni ansirtib qo'ydim. Kechiringlar, sizni kechiringlar. Sen muallim. Voy, mama, Sen siz ketsiz-ku. Şoyu öy bormidimi? Ha? Boshqa balla ketmasa, uma hergiz ketmaydi. Ketmidi. Ular ayliqi
Tushundim. Bojin, tez. Bak. Tez. Jiroq abi. Biz saqlat qo'ydi. Ular deb qaytmoq o'xshamamdi. Oy. Hey, nechanglar? Hey, ishni chinglar. Shoyi. Kim? Ular biz keldik. Ishni chinglar. Qaytib keldinglar? Zaten ketlarsizlar bu. Ishingni bitirib qoldinglar. Qaytib keldinglarmi? Ularni kirib qolamki deb qo'rqib qoldik. Bu ay mo'maylar bizni ekitimizlab turibdi. Nima bo'ldi? Hammalar zilovatsizlar-ku. Sizlar kelmagan bo'lsanglar bizmi chiqolmaydik. Shu emasmi? So'z san'at boshqarish idorasilar bilan tanishib qoldik. Urushmiq ish tepishmas degan shu-da. Uy, Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'lgandi? Nima bo'ldi? nima bo'ldi? Ha, Shoyi. Qo'lingizga nima bo'ldi? Hey, qo'l yerga ketdi-ku. Hey, qon chiqibdi. Men berib dori sandiq deb kelay. O'tiring. Kengib qo'yaylik. Shoyi bo'ldi. Ekilinglar. Bo'ldi, sig'dimi? Og'irdimi? Oy, Ostroq, ostroq. bo'ldi. Shoyi bo'ldi, sig'lama. Ular nemishqa bizga mushundaq muomala qildigan-da. Bo'ldi, shoyi, sig'lama. Hozir yaxshi qolsiz. Chidam. Bo'ldi. Sen chidam. G'ayrat qilib. Bizdek sizni ensirab turgan. Bo'ldi, sig'lama. Shoyi, shoyi, sig'lama. Hozir yaxshi qoldi. Ko'nglimizga aman. Sizga qaytib olaylik. Ben sizni aqimga olay, ha? Biz ko'chaga chiqqandik. Hammadan muhimi shu. Eliq kenishga. Endi unda qaramliq qilmayli jumi. Bo'ldi, men qilmayman. Nima? Qilmayman. Qilmayman. Mening iqtidorim yo'q ekan. O'qituvchi degan nima? O'qituvchi degan boshpana. Mikanjanda cho'jilarni qo'g'daydi. Mikanchiligim bo'lamisa? Hargiz qilmayman. Hargiz qilmayman. Men endi keyingi oylik imtihonga tayyorlik qilib qo'yay. Men asti ketib olay. U degan keyingi oyning ishi. Hozir oydinlashtirib oladigan ish, ati nima ish qilamiz? Ati deydi ekansiz, atki turmush bugungidan yaxshi. Siz atimish. Şoför, sizga desem siz bu altınız bilen ketiversiniz bo'lmaydi. Siz undaq deginim degan deb turibman. Qalam bormi iningizda? Bor. Bir doklad yozing. Yozmaylimikin? Yozgan bilan moliya idorasi bagil unimisa? Çatığınız bo'lmasin, yesin. Aytanamsa. Beijing shaharlik xalq hukumatiga to'rtni zamoniylashtirish qurilishi uchun ma'arif islohotidagi yangi shaylarni qo'llash uchun kasbiy o'rta maktabning 20 ming o'quvchisini va ularning ota-onasini umidsiz qo'ymaslik uchun men Ma'arif komiteti nomidan 1,670,000 yuan pul qarz berib turishni tasdiqlashinglarni so'rayman. Huang Jinji 1981 yil 12 oyning 14-kuni. Quymoq ajab o'xshab ketdi bu quymoq. Ham yumshoq. Kelinglar, kelinglar. Bugun biz yetkazgan alayda xabar. Hey,
Biz birlikte açkan Cumhur restoranı sınıfımızdaki hem adamını xavfsizlendirip etipti. Rasman? Rasman aytchi. Xavfsizlantiribdi? Nimani xavfsizlantiribdi? Acayip iş bu. Jiningni, mulkingni, ham sinib qolmasligingni, ha? Hayotimizning andiq qimmati bor bo'pti. Bexatar yashaydigan bo'pti. Hem de harfin neçesi küçüyüptük. Qanday shayli? Hoş geldin. Voy, bular. Seni bildiğin yaxshi. Voy, Bilmedim bak ya. Hazır mısın bu tarafa kayla? Buldu bu. Chiroyli qo'yinda. Aldırmalı. Makul, he? Ey yoldaş, Afranik'ten bir kutay Nim bitaman. kitap. Bunda qilamay Mana, geldim, mana. Mana sizden. İlan. Nima? Bu xil ikisi emas. Aferamiz, ha? Bu xil ikisi. Ha? Turib turing. Qaysini ko'rsa? Bu degan. Mana Ne oldu? Qara, bu degan qadimiy she'riy kitob. She'riy kitob. Ko'ramsan? Ha? Bu mayda. Talab elinglar, ha? Qandaq shoni qilib bo'lsang bojimisan. Hey, so'zlamaganda qaraman, ajablanib ishmash qoldi. Kesilmagan odam chiqmadi. Setilishni ayt asta. O'zimizla aylagan kiyim bo'lsa, sotadigan bo'lsa, sizlardan da chiqib ketatdik. Hey, shoni. Sizlar tijoratni qamlashtirolmayotgansizlar. Men ikki sanduq yeshilma shakar setib boqay. Ondan keyin bu yerning qizig'ini shunchalik ko'rasiz, ha? Bo'lamdi? Hey, sizning o eshakda sotgan bir nimangizni kim malla? Gapirib to'g'lig'ini. Bo'ldi, talashmanglar. Bir nim dedimmi? Ya sanchi qildimmi? Qandaq? Shoni, qilib bo'lsang bojimisan. Nurg'un kiyimlarni loyilab chiqdan shunisi tikilmay bislib yotadi. Shu emasmi? Agar biz kiyim loyilab sotadigan bo'lsak, cho'qim tez oladi. Shu emas, biz oshpazlik sinfidagilar birinchi bo'lib kiyimiz. Gapimiz gapam sajimi? Chataq yo'q, albatta. So'zlar. Bo'ldi, men kiyiveraman. Qanamsa, Mana. hamsi gapimizga. Hey, 2 kun bo'ldi. Sinfda hech qanday faoliyatga qatnashmaysiz-ku. Hali setib bo'lamiz. Sinf mas'uli ma'g'uzmaydi. Biz kuzlik sayohat ishini maslahatlashmoqchi edik. Benim vaktim yetmeydi. Endi ney varsiz? Ben ishga so'raydi ekan. Nima ishqa? Aniq demamsiz. Gap qilsangiz uchun. Ney varsiz? Ishtiram. Qurtulgancha bilinglar! Qatsi bir koy! Qurtulgancha bilinglar! Kim oladi? Qatsi bir koy! Qurtulgancha bilinglar! Qatsi bir koy! Kim oladi? Qurtulgancha bilinglar! Qatsi bir koy! Qurtulgancha bilinglar! Hey birader, bana şu kaltı bere. Bak. Ben. Hey, Bak. avu sen sıktı mı? Qaysi? Ha? Avu. Ha? O bizning sinf boshlig'imiz. Nima? Sınıf başlık oldu mu avu? Tunamsiz? Biz yerim işleş, yerim okuş mektebide bir okugan. Tunamaydıgan işim bolamdı. Nim dedim? Hey to'xta! Hey, to'xta! Ani qalayimqa so'zlaydi Nima? qolsang mayalg'iz emas, uqdingmi? Niman sakraysan? İşlep yürüp okuyduğun mektebide. Anda. Ha?
bakaylı. Hadi bir gel bakaylı. Hey! Mana hazırla, hazırla. Kaldırmayın dur lan. Bakın bakın. Lihat kenapa kan? Wah, ini kan bisa lah. Tamam, yengimden birini kedirip koyayım kanda. Ben malum vereyim. Kaldırma lan. Sen malum. Malum meyak kilang, meyak. Kilang. Kilang. Tez bulama, tez. Senin kulak ya. Tez. Senin kulak ya. Meyak kilang. Tez bırak. Sen zaten kulak ya. Ha? Kilang. Tez. Hemen yenge. Buna, tez. Buna tez bak. Ben bütünlüğe horlandım. Bütünlüğe cihantan. Hey, bol, hey. Sen için böyle bir buluğu okşap kalın. Nasıl bir iş oldu da bu? Hey, sen aldı qara. Ha? Boldu. Hey, Gavi, bu yakile sana deydiğin gap var idi. Tez bol. Ay, Gavi, apratdan kelim. Çakan bu ne? Hey, Siz de bastırmayın siz o. Sen dur la. Onu ben Hey, çatlasam. silik kelimez ha? Silik kelimez. Tez bol. Hey, bu yakka. Tez. Ha, mana. Heh. Bu acayip yaxşı gene. Hey, bilemse. Bu tılın qıtası. Hey, biz bundaq başını çökürüp yürüyüversek olmaydı. Aslı o memişen mi ettim? Qarsam o yalğan sözüme dağınak durdu. Üzde tatığım bakın, o yaxşıdan bulmuş gerek. Hey, sen şu anağını, tayını yokuşlarına esir etkense, boldu. Bu aram tamaq pek nocu bolup gitipti. Hey. Biz undaq o'quvchini endi hergisini başta qilmaymiz. Hey, bu yoq chiqinglar! Tez bo'linglar! Mana. Chiqinglar, bu da tez. Tazim ardiq. Vay şovye! Yırak ketmeyla! Vay şovye! Yırak ketmeyla! Vay şovye! Kulağınızı getirin. Oldu, ben teslim oldum. Vodka, sudan hemmisi sizge kaldıcı mı? Vay vay. Azırak dem alaylı. Ben, çay içim. Hey, nime kavatsız? Bu yerde su tapmak ters dursa. Suda nime sütü kötüsüz, ha? Çıkmalı mı yersiz?
Özünüzge barmı? Yaxşı. Rahmet, şoyi. Ketirayli. Qaltisqo. Şoyi. Qandaqroq? Ajoyib yaxshi. Tush ko'rgandek his qilyapman. Tush ko'rgandek? Nima ish qildi? Rost tush ko'ryapman. Ishonmisiniz? Shundoq biqma. Rostilla kichik bola ekansiz. Shoyi! Jiroqqa bormoqchi bu. Shoyi! Jiroqqa ketma! Qavay, bilemsen, 2 günden beri boycun demiş ki gitti. Ben ne soraysan, umaya paylakçı olmuşsam, sorun kes olmuşsun sonra. Qara seni, nemi geplerini qılavatsan? Ey, bu yerge ot kalırsa, neçe çakırım Irak'tan körünemdi nime? Ey, işte bu Sen xatarlikte durdu. Şu adam kep dursa, xatarlik çıkandı. Hay, sizlarning qilmoqchi. Ot qalamakçı. Ot qalmoqlar, bek ot qalsanglar bo'lmaydi. Bu yerda qalmay, nerede qalaymiz? Şu emas mı? Kirganlar kep qaldimi? Sarang bo'lib qaldinglarmi ya? Oğlum daha gel. Unda qalmoqlar. Onu tecrübe doyustur deymiz. Ay, qalmang. Oo, ütep verme, ütep verme. Bunda qilishga nima qilamiz ba? Nemiz bo'lmag'ida, men degan sinf boshlig'i tursam. Saqlığını görün ha bunun. İşte yürüp okuyduğun mektepten okuğusu durup. Nima? Nim dedingiz? Xubsarlik qilma. O chiqan deyalgan odamni o'chichi mu? Qalanglar. Endi qanlayamadыңызmı? Sizden ben yaxshi ekanman. Sinf boshliqligiga loyiq emas ekansiz. Qalanglar. Qalaymiz. Nima? Men ishlab yurib o'qiydigan o'quvchi ekanmanmi? Qo'y. Nima dedingiz? Hozir bir Qalmanglar dedim, qalmanglar. Men sizlar bilan qiyirishib tavatqinim yo'q. Olli otliqning o'zi bo'ldi-ku. Çin fındat ne şirketi digine ha? Sizlar zot nim qilmoqchi? Qavay, so'zlashni o'tsan keldi. Bu kiş. Aslı o... Alavatam siz 20 kunlik o'quvchi. Nim yo'q gapni qilsiz. Degan gapingizga ega bo'lsizmi? Bu gapnilik yüzde tatuq bade mi dep begen? Men o maktabning o'quvchisi emas. Siz uni tepib keling. Uni tepib keling. Uningdan men o'zim so'rayman. Bular tez, bo'lmamsiz. Nima qarab turasiz bular? O'quvchisi emas. Rasli undaq emas. Rasli. Hey! Hamma Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hammalarning beshik kesibdi-ku, ha? Ular sinf boshlig'ini ishlab surib o'qiydigan o'quvchi da'vat edi. Nima? Yo'q qilan gapni qildi ekansizlar. U nadimi u maktabdan o'quvchisi bo'lsin. Quruq gap. Hammasi quruq gap. Qavay o'zi quliq bilan anglabdi. Nadi yo'qlan gap bo'lsin. Qovey, o'z qulug'ida anglagan tursa, Shu emasmi? gapmishdi. To'g'ri gap. Sen müdür, siz de bekle. Ben qandaq mundaq bo'ldikmi? Yig'layotgan dexe. Bu degan sadishni sepidi. 20 kunlik o'quvchi degan nima gap bu? Bo'ldi. Tamoq yanglar. Juringlar, tomoq yeyli. Qani menglar. Menglar, tomoq yeyli. Cho'y, bo'ldi shig'imi. Qandoq degan gap bu? Losan, bek jiddiylashib ketdingiz. Mushundaq gapni anglasamla judunim tutadi. Bo'ldi, o'zingizni besib oling. Maktabga borgandan keyin bir nima deyishaylik. Men Rasli.
Bu mektepte o'quvchisi emas. Joyi,